siz uchun yana bitta zo'r kvartira topib qo'ydim. Video obzorini birgalikda ko'ramiz. Kvartiramiz hujjatda bir xonalik, lekin 60 kvadratdan tashkil topgan. O'tirgan joyimiz studiya qismi, koridorni studiya sifatida foydalanishga tayyorlab qo'yganlar. Bu yoqda kuxni zonamiz, gaz plita, kir moshina, moyka, kuxni mebellar qilib qo'yilgan. Bu yoqda sanuzel qismimiz ham skromligina kerak narsalarni hammasini jihozlab, tahlil qilib qo'yilgan. Xolodilligimiz bor ekan. Aytishlari bo'yicha bu yoqda ijarachi yashayapti hozir. Chet el fuqarosi bir kishi yashayapti, 300 AQSh dollari to'lab o'tiribdi. Kimdaki mana shu kvartirani xarid qiladigan bo'lsa, ijaraga qo'yaman deydigan bo'lsa, 300 dollar naqd har oy daromad keltirib turibdi ayni paytda. Ko'rib turgan barcha jihozlaringiz qoladi. Bu yoqdagi uyimiz ham 4 ga 6 ni tashkil qilgan, o'zlari periodlarni vaqtiga o'zim bo'lab, o'zim uchun taxlaganman dedilar. Yangi konditsioner, qo'lim, parda, televizor, xullas ijaraga yashash uchun barcha sharoitlar qilingan. Ya'ni ijarachi uchun barcha sharoitlar qilib qo'yilgan. Bu yoqda aslida bu uyimiz kuxnya bo'lgan. Kuxnyani spalniy sifatida har bitta xonamizga deraza mavjud. Derazamiz ham katta-katta, chiroyli, yorug', shinamgina. Ayniqsa yoz kunlarida bu uyda quyosh tushmaydi. Salqin. Ana hozir ham kelib o'tiramiz, juda ham salqin. Konditsioner yonmagan, lekin quyosh tushmaydi. Afzallik tomonlari shu. Kimdaki mana shu kvartirani xarid qilsa, naqd pul yoki ikkilamchi kredit asosida rasmiylashtirib beramiz. Kvartiramizning manzili Sharq mavzesi, Latiko yoki bo'lmasa Shayxul Olam masjidi deb kelaverasiz.